Assalomu alaykum. Farg'ona Oltiariq faxriylar sanatoriyasini sizlarga obzor qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Bu kirish qismi, darvozani ko'rsatib o'tdim. Mana bu joyda xususiy hisoblanadi. Ya'ni pul bilan turiladi. Parkovkasi. Taksilar turadi bu yerda Farg'onani turli joylariga, Andijonga, Namanganga gaplashib minib sayohat qilib kelsa bo'ladi. Tabiati juda ham yaxshi ekan. Yashillik juda ham ko'p. Mana bu qismlarni ko'radigan bo'lsak, mana yerda bozorchasi bor. To'g'rida yana odamlar xususiy joy qilishgan. Hozirgi kundagi narxi 200 ming deyishdi. Bu yerda mana dam oladigan joylar bor. Suv yopiq ekan hozir. Mana bulardan suv chiqadi, issiq suv, sovuq suv. Suvi oshqozon, ichki kasalliklarga juda ham katta foydasi bor. Keyin mana yerda mana buloqchasi bor. Xohlagan payti cho'g'rasidan bu yerda mana nilufar gullarini ko'rishlaring mumkin. Atrofida o'tirgichlar va mana yerda mana chorpiyalar dam olish uchun. U bog'larni ichi ham ya'ni o'tirib dam oladigan joylar. Bu mana yerda mana davolash bo'limi bor tarafda. Va mana yerda ham mana bo'limlari bor. 5 ta 6 ta bo'limi bor ekan. Hammasida shu ya'ni sanatoriyaga kelganlar dam oladi. Va mana bu qismlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda ham juda ham salqin ob-havo. Mana ko'rib turibsizlar. Hamma joyda musorning o'rnalari qo'yilgan, juda ham toza ozoda. Va mana archalar. Mana sanatoriyaning kirish qismi. Ajoyib. Mana bu yerda ham bunday dam oladigan joylar qilib qo'yilgan. Mana bu parkovka. Kimki agar mashinasi bilan kelsa, mana shu yerga qo'yib qo'yishi mumkin. Uzoq joydan. Mana bu ham soya salqin joylar. Xo'p, mana bu tarafiga ham o'tib oldik. Sanatoriyani. Mana bu hududimiz konsert bo'ladigan joy. Mana ko'rsatib o'tamiz. Sahnasi va mana odamlar o'tiradigan joylar. Har kuni soat 4:30 dan 9 gacha konsert bo'ladi. Atrofga baho beramiz. Odamlar dam olishyapti, kachilalar bor. O'tirgichlar bor, hamma sharoit bor. Xo'p, archalar, ajoyib atmosfera. Men diqqatim tortgan narsa, mana e'tibor beramiz. Juda ham salqin joy ekan. Mana bu daraxtning nomini kim bilsa yozib yuborsin. Shu tepaga o'rnab ketar ekan. Bu tarafidan ham ekilgan mana. Ekilgan tepaga o'rnab ketar ekan. Vodiyda juda ko'p ekan shu narsa. Soya salqin berar ekan. Bu tarafga ham shu xuddi shunaqa qilingan atmosfera. Va mana bu ham dam oladigan bo'lim hisoblanadi. 5 ta bo'limi bor. Bu bitta bo'lim hisoblanadi. Mana bu yana bitta bo'lim, mana 5-bo'lim bu. Hop, sanatoriya. Bu yerda ham mana dam oladigan joy qilib qo'yilgan. Mana yotishibdi mazza qilib. Assalomu alaykum. Bu taraf atmosferasini ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Juda ham ajoyib ekan. Shu yerda 12 kun dam olyapmiz. Mana bu 3-bo'lim mana. Va mana bu hududlari ham bor. Sanatoriya juda katta maydonni egallagan. Uni to'liq videoga olsam bir 20 minut bo'lib ketadi. Asosiy joylarni oldim shuning uchun. Va mana bu fontaniga alohida e'tibor berish mumkin. Mana atrofi o'tirgichlar va mana shunday juda ham katta fontan. Juda ham ajoyib. Mana hozir biz sanatoriyaning qabulxonasiga kiramiz. Boyagi
Glavni eshigi. Birinchi kelgan mehmonlar mana shu yerdan kirishadi mana. O'tirgan holatlar. Bitta mana kasallarni qabul qiladigan joy. Endi birinchi kelgan paytingizda. Bu koridordan to'g'ri ketilsa davolash bo'limiga ketiladi. Mana bu mana oshxonasi hisoblanadi. Men hozir yopiqligi uchun kirmadim ichkariga. Oshxonasi juda ham katta shinam. Buni qo'l yuvadigan joylari. Bu tarafda ham xuddi shunday qo'l quritadigan narsalari ham bor. Mana juda ham ajoyib. Katta shaxmat bor. Tуда nельзя. Qanchalik tуда nельзя. Tуда demadi. Grossmeysterlar o'ynashyapti mazza qilib. Doktor qabulxonasi. Mana kirasiz. Bu tarafda 2 kishi yotadi, bu tarafda 2 kishi yotadi. Tualet, banya, dush. Mana xonamizga kirdik, mana sherigim, qo'qonlik. Xo'p, 2 kishilik karavot. Xo'p, shkaf mana. Ajoyib tarzda. Tompichka 2 kishiga, mana 2 kishilik yana stol. Mana yana tompichka, mana meni stolim. Choynak, piyola, hamma sharoit bor. Mana xolodilnik bor, televizor bor. Va mana bunda yana dam oladigan hol bor. Ikkinchi etajimizda mana shunday dam oladigan hol, divanlar bor. Muolajalarga keladigan bo'lsak, muolajalar parafin bor. Dastro'mol der ekan, kallaga tok bor, oyoqqa, belga tok bor. Quloqqa ultra tovush bor ekan. Tak, yana nima deyishdi? O'zbekistonda 2-o'rinda turar ekan suv shifo baxsh bo'yicha. Vannasi bor, dushi bor. Xo'p. Yod purkaydigan apparati bor, GAI der ekan bu yerda. Zob kasalliklari uchun. Igna terapiya bor. Massaj bor, massaji ham juda ham ajoyib ekan. Yoqqan tomoni nima bilasizlarmi? Erkaklarga erkak kishi massaj qilar ekan, ayollarga ayol kishi massaj qilar ekan. Ovqatlari 4 mahal ekan. Ertalab 8 da, keyin obedda 1 da, keyin obeddan keyin 4 da yengil kofe bilan shirinlik berishar ekan va kechki 6:30 ga obedga 2 xil ovqat berishar ekan. Tanasi yaxshi ekan. Hamma xonalar 2 kishilik, 4 kishilik, 5 kishilik barda xona yo'q, hamma xona 2 kishilik. Nechta xona bo'lsa sanatoriy bo'yicha. Mana hozir men boya kachelada uchib o'tiribman. Hop, video yoqqan bo'lsa like bosamiz, tanishlarga tarqatamiz. Kelinglar o'zlaring uchun dam olib, bir kunlik dunyoda yashab ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar uchun Botirbek kanalidan. Admin Botirbek. Omon bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ko'p yil ishlab, bugungi kunda pensiyalikka chiqqan xodimlarimiz bor ekan. Shularni butun jamoamiz nomidan mana shu kunlarga yetgani uchun tabriklab va biz ham mana shu kunlarga yetaylik degan maqsadda bugun bularni qutlab qolamiz. Hurmatli G'ofur Hasanboy Nuriddinov, sizni Oltiariq sanatoriysi jamoasi ko'p yillik ishlagan faoliyatingiz hamda endi Qurbon hayit bayrami munosabati bilan muborakbod etamiz. Yuzingizdan doim samimiy tabassum baxsh kattadan katta muvaffaqiyatlar sizni chetlab o'tmasin. Hayotda tinch totuv yashashingizni va barcha oldingizdagi rejalashtirilgan niyat maqsadlaringizga dadil qadam tashlagan holda amalga oshirishingizni istab qolamiz. Doimo omadlilar qatorida joy oling. Ko'p yillik mehnatlaringiz samarasini ko'rib